Qatiq sut yo'q deb bahona qilmaymiz, kofedan keks tayyorlaymiz. Bokalimizga kofe bilan slivkini solib, qaynoqqina suv solib aralashtirib olamiz. Tuxum, shakar, o'simlik yog'ini ketma-ket solamiz va ustidan iliqqina kofemizni ham quyib boramiz. Buni ham bitta yaxshilab aralashtirib, ustidan unimizni solib olamiz. Yana ozgina un solamiz va ustidan razxizil solib shunaqa aralashtirib olamiz va qolipimizga solib olamiz. Oldindan qizirilgan duxovkaga 180 gradusga keksimizni jo'natib boramiz va buni orasida shunaqa chirk bo'lib ketgan vitichkamiz setkalarini, kapkirlarimizni akvamejik yordamida top-toza qilib olamiz. Kislorodni очистителimizdan bir qoshiq solib olamiz. Ustidan qaynoq suvimizni ham solib olamiz. Shunaqa bijillab yog'lari qaynab chiqadi. Vitichkamizni setkalarini yaltiratib oldik, kapkirlarimizni ham top-toza qilib oldik. Endi mana keksimiz ham pishib chiqdi. Ustilarini shunaqa chiroyli qilib yasatib olamiz. Oilamiz davrasida issiqqina choylar bilan mazza qilib yeb olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.